Mana bu qusni bir jaraga suykögөндөн sirtkары bir атайын bir içip dagы пайдаланса болот турган жерлер барбы? Qisni buni foydalanish yo'llaridan mana bittasi albatta ichishlik bilan bu narsani foydalansa bo'ladi. Xossatan endi bu narsani immunitetni ko'tarishlik uchun ichsa ham bo'ladi. Buni ko'plagan foydalari bor. Misol uchun odamni nafas yo'llari qisishligi, tomoqlari qichishligi, bu borada og'izga solib shimsa ham, masalan, og'izdagi tomoq qismlaridagi shilliqlangan o'sha sovuq o'tib ishib qolgan yerlariga, ondan asosan shu nafas olish yo'llariga, o'pkalariga juda ham foydasi katta buni. Shu bilan birga bu qisni ichish yo'li bilan ham foydalansa bo'ladi. Misol endi mana bu bizni shu odamlarni davolash yo'lida ishlatiladigan narsa bizga ko'proq jin bilan musibatlangan odamlar kelishadi. Bularga dam solingan zaytun yog'i, dam solingan suv, shularga mana qisdan aralashtirib ichiladi. Ko'yniga tekkuncha. Misol bir qoshiq ichishi mumkin, 2 qoshiq ichishi mumkin. Yog'ni icha oladigan odamlar misol 3 qoshiqgacha ichsa bo'ladi. Yog'ni ko'yni ko'tarmaydigan odamlar bir qoshiq zaytun yog'iga, masalan, bir qoshiq zaytun dam solingan zaytun yog'iga mana qisdan bir chimchim olib, solib, qo'shib bismillah deb ichadi ertamanda. Endi biz bu narsani bemorlarga aytamiz. Bemorlarning holatiga qarab 3 mahal ertamanda, asrdan keyin va yotishdan oldin ichadigan bemorlar bor. Ertamanda ichadigan bemorlar bor. Kechki paytda ichadigan bemorlar bor. Biz bu narsalarni tavsiya qilamiz. Qachonki mana shu odamlarni o'qiganimizdan keyin o'qib, keyin shu odamni o'zining holatiga qarab tavsiya qilamiz. Undan tashqari bu qisni hidiga jinlar toqat qila olmaydi, baqiradi jinlar, dod deydi. Oddiygina mana shu qusni og'zini ochib uyga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, oddiygina. Biz buni yaxshi jag'ni jutlanadi bunlar. Ha, buni o'zi hidi yoqimli, jin yo'q odamlarga yoqimli-da bu. Jini bor odamlar bu narsani suymaydi. Suyish qiyin bo'ladi, boshini ortib, boshqa bo'lib qoladi. Mana shu narsada, masalan, shu holatda ozoch holat uyda qoladigan bo'lsa, uydan bu narsani ta'mi keladi. Bu mana shuni ta'midan, buni ta'mini Alloh taolo jinlarga shunaqa bir azob qilib yaratgan ekanki, jinlar dod deydi. Endi shu narsani shunaqa jinlangan, sehrlangan odamlar shuni olib og'izga solib shimadigan bo'lsa, endi bu haqida jinlar qiyinchilikka tushishi mumkin, qarang. O'ta ham bu narsa jinga azob va jinda Allohning izni bilan mana shu narsa sababli chiqib ketishiga juda ham foydasi katta bo'ladi. Payg'ambarimiz ruqya qilgan, lekin ruqya qilganda bitta bir yo'nalish o'quvli qo'ymagan. Shuni singari biz ham mana ruqya qilayotgan shunaqa jinni Allohning izni bilan shu odamlardan chiqarishga sababchi bo'layotgan domlalar o'quvli qo'ymasdan chiqarishlik uchun, shu odamdan banish qiynayotgan narsani ketkazishlik uchun har xil yo'llar bilan, uslublar bilan qo'llanadigan bo'lsa, shoyat shularning bittasi sababchi bo'lib shu odam shifo topib qolsa, bitta yo'ldan ko'ra 5 ta 6 ta yo'lni bir qiladigan bo'lsa, inshaalloh shuning bittasida shu odam shifo topib qoladi. Shu sababdan mana og'izga solib shimsa ham bu narsa juda ham odamga foydasi katta. Buni albatta jini bor odam emas, sog'lom odam ham bu narsani og'izga solib shim yuradigan bo'lsa, immunitetlarni kuchayishiga, oshqozondagi yaralarda, shunaqa bo'lmasam oshqozonni hazm qilish qiyin bo'lgan holatlarda oshqozonga juda ham foydasi katta bo'ladi va agar shu odamda jin bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini ayni qustiradi bu narsa. Odam qusadi. Endi bu narsani mana zaytun bilan ichishlik tartibini aytdik. Buni oddiy daq suvga, kichkina qoshiqda bir qoshiq olib, shuni solib, oddiy daq suvga shu narsani ichadigan bo'lsa ham yaxshiroq bo'ladi. Mana 1 stakan suv deylik. 1 stakan suvga shuni solib, yaxshilab aralashtirgandan keyin, endi dam solingan suv bo'lsa yana ham yaxshiroq. Dam solingan suv bo'lsa yana ham yaxshiroq. Shu narsani ichadigan bo'lsa, ham oshqozondagi jinni Allohning izni bilan qayd qildirib chiqishligiga sabab bo'ladi. Agar sog'lom odam, jin emas, sehrlangan, hasadlangan odam emas, sog'lom odam ichadigan bo'lsa ham, inshaalloh bu narsa odamga juda ham immunitetini ko'tarib yo'q degan immunitetlar degan narsasini ko'tarib va ichki organizmlarni to'liq hammasiga yaxshi ishlashishiga bu narsa foyda bo'ladi. Buni mana ichishlik yo'li bilan, ichishlik tartibi shu. Shu bilan inshaalloh foydalansa bo'ladi. Keyin biz bu qusni aytadigan bo'lsak, islom do'konlarida inshaalloh topiladi bu narsa. Islom do'konlarida
Bu narsa har qayerda sotilmaydi. Islom do'konlarida o'zi qimmat emas, arzonlab bu narsani. Shuni kun tartibimizga kirgizib oladigan bo'lsak, inshaalloh juda yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Jin bilan o'rg'anlar ichish kerakmi? Denso'g'lik toza odamlar deyishsa bo'laveradi. Buni o'zi din sog'lig'i sog'lom odam ham buni ichib turadigan bo'lsa, kasalni davolagandan ko'ra oldin olgan yaxshiroq deydi. Ashi kelayotgan kasallarni, kelayotgan kasalliklar ham agar odamning immuniteti baquvvat bo'ladigan bo'lsa, kasallik tezda mag'lub bo'ladi. Bu narsani ichib turadigan bo'lsa, odam u narsaga kasalga tayyor bo'ladi-da, inshaalloh kasallikni yenggan shu narsa bilan. Ichib turishni tavsiya qilgan bo'lardim. Va payg'ambarimiz o'zingizlarga lozim tutinglar deyapti. Lozim musulmon odamga aytayapti, lozim tutinglar shu narsani qilinglar deyapti. Odat qilinglar deyapti. U albatta bu narsada shifo bor. Hamma kasallikka shifo bor deyapti. Mana ichishlik tartibi shu. Suv bilan suvga aralashtirib, u ichishdan oldin og'izga solib shim yursa ham bo'ladi. Masalan, 5 mahal, 6 mahal shimsa ham bo'laveradi. Albatta bir mahal emas. Shimib keyin suv bilan ichsa ham bu narsa inshaalloh katta foydasi bo'ladi. Islom do'konlarida ne deb so'rash kerak Islom do'konlarida bizda bu narsa qis deb tanilgan. Qis deyiladi. Ikki xil bor ekan. Mana oqi bu bahriy deyiladi, jigar rang, mudar rangi bo'ladi, hindisi deyiladi. Hindisini olgani yaxshiroq. Ozgina taqirroq, buday rang, ozgina taqir bo'ladi-da, lekin foydasi oqiga qaraganda inshaalloh kattaroq bo'ladi. Keyin buni asal bilan aralashtirib yesa ham bo'ladi. Buni hozir ishlatish tartiblari ko'p, lekin qisqa qilayapmiz. Asalga sedanani urug'idan va mana shu qisdan aralashtirib shularni shu odam iste'mol qilib turadigan bo'lsa, inshaalloh shu narsa yaxshi bo'ladi.